Siz bu full body marshni bajarsangiz, hech qachon ozish bo'lgan ilk maqsadimizni tashlay olmaysiz. Xo'p, ketdik. Pastga tushib, shu holatda turamiz. Qo'limiz yelkani tagida, tizalarimiz son tagida qo'yib, qornimizni o'zimizga olamiz. Belimiz to'g'ri bo'lishi kerak. Boshimizni ham ko'tarmaymiz. Bitta oyoqni o'zimizga keltirib, orqaga ozgina tana teparog'iga keltirishimiz kerak. Keyin yana o'zimizga teparoq ko'tariladi. Shu o'zini vaqtida qorin, oyoq sonlarimiz va ягодица yonboshlarimiz ishlaydi. Bir tomonga 15 tadan 4 ta yoki 5 ta podxod qilsangiz bo'ladi. Men ayollar uchun 11 darsdan iborat fitness kursini tayyorladim. Bu kursning narxi oyiga atiga 170 ming so'm bo'ladi. Kommentariyada plus qoldiring, biz sizga birinchi bepul darsni yuboramiz.